boshim devorlarga urib yorgim kelardi. Tutib yurolmay qolardim. Hatto shu qisardim, yotardim. Meni bu hayotda eng katta yo'qotgan narsam bu oila. Shu kasallik tufayli. Kasallik dunyo miqyosida har 7-8 kishini birida bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda Toshkent viloyatining ichida har 5 kishining bittasi migren bilan aziyat chekadi. 4 soatdan 72 soatgacha to'xtamaydigan bosh og'rig'i bo'lishi. O'ta depressiyaga tushib ketganman-da, ovqatlar yemish, narsa. Sankt-Peterburglargacha borganman. Hamma joyda asal deb tashxis qo'yib bergan. Migrenning aynan tarqalish yosh doirasi 25 yoshdan 55 yoshgacha. Migren kasalligini davosi yo'q deb kelingan shu paytgacha. Nimaga shunaqa xulosada bo'lgan? Bilmasdan shunaqa qorong'ularga o'ylardim. Odamlar bilan suhbatlashgim kelmardi. 30 kunni necha kun shunaqa og'riq bilan o'tdi? Doimiy kuchli og'rig'i bo'ladigan, o'sha hayotdan to'ygan boya aytganingizdek. Даже biz bemorlarning o'sha suitsidal fikrlar uyg'onib qolgan. O'z-o'zini o'ldirish. O'z-o'zini o'ldirish. Jarrohlik amaliyoti qo'llaniladi endi. Albatta. Markaziy Osiyoda o'sha 5 ta davlat ichida O'zbekistonda qilinyapti bu. Yagona 92-95% gacha samaradorligi yuqori bo'lgan xirurgiya hisoblanadi. Va bu bo'yicha adashmasam faqat Amerikada emas, Yevropa davlatlarida ham o'qib kelgansiz. Ha, Qancha bemor amaliyotdan o'tkazildi va qanchasini natijasi bizda bilasizmi 30 yil, 40 yildan beri migren bilan og'riydigan bemorlar keladi. Skoriylar kelib, 2-3 ta ukolni olaman, keyin uxlardim. 1 sutka, 2 sutkalab og'riq tutardi. Boshim qaytalanmaydimi migren operatsiyasidan keyin yana og'rig'im? Bo'lishi mumkin emas deb yuboradigan mutaxassislar bor-da. O'zi kelib bizda operatsiya bo'lgan nevropatologlarimiz ham bor. Oilasini olib kelib bizga operatsiya qildirib tuzalgan nevropatologlar ham bor. Narx-navo osmonda bo'lsa kerak deb o'ylaydi odamlar. Necha pulga operatsiya qilasiz? Hozir bizni tomosha qilayotganlar o'zini qanday his qilayotgan bo'lsa, sizni oldingizga darhol kelish kerak. 10 oydan beri hech qanaqa bezovtalik yo'q shunda. Assalomu alaykum. Men faoliyatim davomida bir ayol bilan suhbatlashgandim. Bosh og'rig'im shu qadar qattiq bo'lardi, hatto bolalarim atrofimda parvona bo'lishdan qo'rqishardi. Hattoki chiroq yoqib chiqib ketgani qo'rqishardi. Shu darajada azobda yashaganman. Hatto bir oyda 30 kun bo'lsa 25-26 kun boshim surunkali tarzda qattiq og'rigan va buni ortidan oilamda ham ozgina muammolar, kelishmovchiliklar bo'ldi. Lekin bu og'riqdan qutuldim deb aytgandi. Shu ayolni tarixini eshitganimdan keyin bu mavzuni ko'proq va kengroq yoritish kerak degan xulosaga keldik. Shuning uchun ham bugun studiyamizga aynan xuddi shunaqa migren bosh og'rig'i muammolarini jarrohlik amaliyoti yordamida bartaraf etib kelayotgan mutaxassisni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan ilgari ham suhbatlashganmiz va shundan keyin bildikki, migren bu O'zbekiston uchun yangi kasallik emas ekan. Ammo biz kam odamlarda uchraydi bu deb o'ylaganmizda. Qadimiy kasallik, bu yengil emas. Eski grek olimlari, tabiblardan tortib, o'sha Gippokrat, Galenlardan tortib, yurtimizdan chiqqan olimlardan Ibn Sino, Andalusiyalik Abul Qosim az-Zahariy xirurgiyani asoschilaridan bo'lgan olimlar, tabiblar migren bo'yicha ko'p tadqiqotlar, ishlar va davolash jarayonlarini o'tkazishgan. Dunyo aholisida 7-8 dan 1 qismi migren bilan xastalanadi. Bu degani 8 milliardga yaqin dunyo aholisi bo'ladigan bo'lsa, shundan 1 milliarddan ortig'i migren bilan aziyat chekadi. Bu katta ko'rsatkich. Bu katta ko'rsatkich. O'zbekistonda Toshkent viloyati bo'yicha statistika yuritilgan ekan, nevrologlar tomonidan. Bu ko'rsatkich 20.3% tashkil qiladi. Bu degani dunyo miqyosida dan ko'p. Dunyo miqyosida 18% gacha beriladi. Kasallik dunyo miqyosida har 7-8 kishining birida bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda Toshkent viloyatining ichida har 5 kishining bittasi migren bilan aziyat chekadi. Lekin butun respublika viloyatlari qamrab olinmagan. Yo'q, baxtga qarshi shunaqa statistika bizda yuritilmaydi. Endi shuning uchun ham bu borada ko'p ilmiy tadqiqotlar, ilmiy ishlarni olib borish kerak degan fikrdamiz biz. Shu yo'lda hozir yo'nalishdamiz biz. Bosh og'rig'i faqat birgina holatda bo'lishi mumkin. Yo qon bosimi ko'tarilganda yoki shamollaganda deb xulosaga kelib qolganmizda, shunga yo'naltirilgan dorilar ichamiz. Bo'lmasa shu og'riq qoldiruvchi ichib olib, bosh og'rig'imiz ma'lum muddatga pasayganda, keyin yana paydo bo'lgach, muammo ichida o'ralashib yuraveramizda. Balki bosh og'rig'ini ajrata olmayotganimiz sababidir migrenni topa olmayotganimiz. Ha, har qaysidir ma'noda shu
o'zini davolash juda ham keng tarqalgan. Shuning uchun agar buni migrenni bir statistikaga yondashib, ilmiy tomondan yondashadigan bo'lsak, bu raqamlar 18% yana yuqori bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy bosh og'rig'idan migren bosh og'rig'ini farqi nimada bo'ladi shunda? Doimiy xurujsimon, kuchli bosh og'rig'i bilan namoyon bo'ladigan nevrologik kasallik. Xurujsimon deganda? Xurujsimon deganda pulsatsiya beradi. Bir kuydirganga o'xshagan his bo'ladi boshda, ma'lum bir nuqtalarda yoki yurak urishi kabi pulsatsiya deb aytiladi. Lo'qillatib og'riydigan tarzda doimiy bosh og'rig'ini 4 soatdan 72 soatgacha to'xtamaydigan bosh og'rig'i bo'lishi va ko'ngil aynishi bilan namoyon bo'ladigan yorug'likka sezuvchanlik, shovqinga sezuvchanlik va bularga asabiylashish, stress holatiga tushish, tushkunlik holatiga tushish bilan namoyon bo'ladigan kasallik. Boshni demak yo chap yo o'ng sohasida yoki almashlab turuvchi og'riq bilan namoyon bo'ladigan kasallik. Migrenni og'riqlari, migren bosh og'riqlari boshqa oddiy bosh og'riqlaridan ko'ra ancha kuchli bo'ladi. Va u 9-10 balli sistemada hisoblaydigan bo'lsak, 9-10 ball bo'lganda bemor yotib qoladi. U mehnatga layoqatsiz bo'lib, ish qobiliyatini yo'qotib, ijtimoiy tomondan chegaralanib, o'z oilasida ham, demak, do'stlari, oilasi va boshqa tadbirlarda ham qatnasha olmaydigan, demak, hech nimaga yaroqsiz, demak, nogironlik holatiga olib kelib qo'yadigan holatdagi kasallik. Bu juda ham davlat miqyosida ahamiyat kasb etadigan kasallik hisoblanadi. Butun dunyoda shunaqa. Yana albatta ta'kidlayman, Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini statistikasi bo'yicha migren invalidlikka olib keluvchi kasalliklar borasida dunyoda 3-o'rinda turadi. Bir oyda 20 kun, 25 kun, 30 kun bosh og'rig'i bo'lsa, bu ishga layoqatsiz. Yashash kerak yo'q deb yuboradi. Albatta. Amerikada bu tadqiqotlarning ko'p olib borilishiga asosiy sabab, asosiy turtki ham, demak, shu nogironlikdan chiqarish, migrenni aynan tarqalish yosh doirasi 25 yoshdan 55 yoshgacha. Eng ko'p uchraydigan yosh doirasi. O'zi tuqqan bolasi ham hatto yoqmay tursa, endi haqiqatdan ham og'riqqa qanchalik bo'lishini tasavvur qilsa bo'ladi. Migren kasalligini davosi yo'q deb kelingan shu paytgacha. Nimaga shunaqa xulosada bo'lgan? Doim bir xil tabletka ichib yurishga majburman endi umrim oxirigacha deb o'ylaganda odamlar. Juda to'g'ri aytasiz. Nevrologlar tomonidan davolanib kelingan og'riq qoldiruvchi dorilar shu oddiysidan tortib to triptanlargacha bo'lgan dori vositalaridan foydalanilgan, antidepressantlar deymiz, ulardan foydalanilgan, antikonvulsantlar deyiladi, shunaqa dori vositalari, toyinki bugungi kunda yana rivojlanib shu soha CGRP degan deb atalmish trigeminal nervdan ajraladigan neyropeptid bor. Hozirgi oxirgi konsepsiyalar shundan iboratki, aynan shu peptidni miqdori oshishi natijasida migren xurujlari, migren og'riqlari bo'lib o'tadi. Endi bugungi farm sanoat ham albatta bir joyda to'xtab turmaydi. Bular yana ishlab chiqarib, hozirgi kunda monoklonal antitela degan dori vositalari ishlab chiqarilgan. Bular ham yangilik hisoblanadi. Nevrologlar tomonidan qo'llaniladi va aynan shu CGRP neyropeptidini ga qarshi ishlab beradigan dori vositasi. Endi bundan tashqari botulli toksinlar bor, hammaga ma'lum. Bu ko'proq kosmetologiya, plastik jarrohlikda qo'llaniladigan preparatlar. Aynan bu migren bilan kasallangan bemorlarda ham nevropatologlar, nevrologlar tomonidan bu dori vositasi ham qo'llanib kelinadi bugungi kunda. Inyeksiya qilish mumkin. Inyeksiya qilish mumkin. Teri ostiga, bosh terisiga yoki bo'yin terisiga inyeksiya qilinadi. Shifokorlar tomonidan qo'yilgan qanaqa desam, verdik deymizmi, shunaqa eshitib qolamiz, chunki biz nafaqat O'zbekiston, butun O'rta Osiyo hamda MDH davlatlari tomonidan keladigan bemorlar bilan ishlaymiz. Shuning uchun shunaqa eshitamiz nevrologlar tomonidan, bo'l sizda surunkali migren, buni davosi yo'q. Mana shu triptanlarni ichib yurasiz yoki bo'lmasam o'sha antitelalarni olib yurasiz, shu bilan sal yengillashib yurasiz, og'riqlarni qoldirib yurasiz degan xulosaga kelinadi. U ham oxirgi yechim emas deb. Shuning uchun endi masala shunga kelib taqaladiki, asosan surunkali migren holatlarida dori vositalari ta'sir qilmaydigan holatlarda yoki tepada o'tib o'tganimizdek o'sha triptanlar ta'sir qilmaydigan holatlar bo'ladi. Triptanlarni ichadi bir necha yillab, ta'sir qilmaydigan darajaga kelib qoladi. Botoks inyeksiyalar oladi. U ham har bir insonga, har bir migren xastaligi bilan kasallangan bemorga nafi tegmaydi uni ham. U ham qanaqa deydi, selektiv ta'siri. Uni ham oldindan aytib bera olmaysiz, qaysi bemorda u effekt beradi, qaysi. Xuddi shunaqa antitelalar ham.
Endi olingan taqdirda ham, effektiv bo'lgan taqdirda ham antitelalar arzon narsa emas. Bu yangi dori vositalari. Ular shpritslar ko'rinishida ishlab chiqariladi, teri ostiga yuboriladi. Uni har oy olib turish kerak. Har oy olsangiz, bu ma'lum muddatda har bir bemorni bir budjetiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan xarajat. Narxini ochiqlay olamizmi? MDH davlatlarida ko'proq Rossiya davlatida ishlatiladi. Ba'zi Qozog'istonni shu Ostona, boshqa shaharlar nevrologlar tomonidan ishlatiladi. $300 dan $500 bitta shprits turadi. Uni butun umr olib yurish kerak. Endi holatga qarab. Shunaqa deyiladi. Men ko'p shunaqa nevrologlar tomonidan shunaqa gap bemorlar orqali eshitaman. Demak, shuni 18 oy olsangiz, ancha ahvolingiz yengillashadi degan, lekin 18 oy shu 300 yoki 400-500 dan hisoblab chiqing, qancha pul bo'ladi? Unda operatsiya arzon aylanadi. O'rtacha oylik daromad hozir shunaqa bo'lib turibdi o'zi. Endi O'zbekistonda men zabardast, yaxshi nevrologlarimiz ko'p, lekin shunaqa holatlar borki, surunkali migren holatlari bir oyda 25 kun, 30 kun og'riq to'xtamaydigan, dorilarga rezistent migren deyiladi bu. Demak, dori vositalari ta'sir qilmaydigan turlari bor bugungi kunda migrenni. Bu holatlarda nevrologlar, nevropatologlarning yozgan davo choralari, konservativ davolari nafsiz. Aynan shu holatlarda demak, migren xirurgiyasiga murojaat qilish kerak bo'ladi bemorlar. Dori vositasining konservativ davo chorasini o'tdi. Bir emas, bir necha yil davomida. O'sha eng topda turgan dori vositalari triptanlardan foydalandi. Unga o'rganish bo'ldi. Bittasidan ikkinchisiga, ikkinchisidan uchinchisiga o'tdi. Nafsiz oxirgi yillarda. Botoks qilib ko'rdi. Effekt yo'q. Aynan shular etaplardan o'tgan bemorlar bilan biz ishlaymiz. Doimiy kuchli og'rig'i bo'ladigan, o'sha hayotdan to'ygan boya aytganimizdek. Даже biz bemorlarning o'sha suitsidal fikrlar uyg'onib qolgan. O'z-o'zini o'ldirish. O'z-o'zini o'ldirish. Himoyaga muhtoj bo'lib qolgan, ijtimoiy chegaralangan, uzilib qolgan, depressiya, oilasidan ham hattoki chegaralanib qolgan. Chunki migren yorug'ligidan qochib, qorong'i uyda sovuq holatda hech narsa yoqmaydi. Hali boya aytganingizdek, o'z bolalarini tug'ishi ham yoqmaydi, oilasi yoqmaydi, faqat yotadi. Va shu bemorlar bilan ishlaysizlar. Albatta. Jarrohlik amaliyoti qo'llaniladi endi ularga. Albatta. Bu usulni siz O'zbekistonda o'rgangan emassiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida o'rgangan emassiz. Qaysi davlatlar tajribasi asosida O'zbekistonda buni tatbiq qildingiz va bilishimcha siz va sizni klinikangizdagi mutaxassislar mustaqil davlatlar hamdo'stligida desak endi mubolag'a bo'lsa ham Markaziy Osiyoda o'sha 5 ta davlat ichida O'zbekistonda qilinyapti bu operatsiya. Migren xirurgiyasining tarixiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, Sarvar, bu 2000-yil boshlariga kelib taqaladi. O'tgan asr 70-80-yillarida ham Amerika, Yevropa neyroxirurglari operativ davolash chorasi to'g'risida tajribalar, tadqiqotlar o'tkazilgan. Albatta u yopilgan, demak nafi bo'lmagan. 2000-yilda tasodifan amerikalik plastik xirurg Baxman Guyron, hozir bu juda ham mashhur mutaxassis, plastik xirurgiya borasida yuz plastik operatsiyasi jarayonida shuni aniqlaydiki, migreni bor bemorlarni plastik operatsiya o'tkazganda migreni yo'qolib qoladi. Demak, bosh og'rig'i bo'lmaydi. Bu tasodifan topilma. Shuni rivojlantirish natijasida men shuni aytib o'tishim kerakki, aynan Baxman Guyron, men 90-yillarda Amerikada o'qiganimda, meni lektorim bo'lgan. Bu to'g'risida bir gaplashdik siz bilan. Men ISAPS jamiyatida 90-yillarda Amerikada plastik xirurgiya bo'yicha tahsil olganman. Bu juda ham dunyo bo'yicha 5000 tadan oshiq vakili bo'lgan katta jamiyat, 30 yoshgacha bo'lgan yosh mutaxassislar orasida aynan u O'rta Osiyo MDH davlatlaridan birinchi bo'lib shu ISAPSda a'zo bo'lganman 90-yillarda va ularda o'qish olib borganman. Shu o'qish jarayonida aynan Baxman Guyron plastik xirurgiya bo'yicha ko'p leksiyalarni men eshitganman. Migren xirurgiyasining aynan asoschisi hisoblanadi. To 2010-yilgacha ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Bu Ohio shtatining Cleveland shahrida Cleveland University da ishlaydigan, shu yerga aynan plastik xirurgiyani boshqaradigan ilmiy xodim va rahbar shu jamoa juda ko'p izlanishlar olib borishadi va nihoyat 10 yil izlanish tadqiqot natijasida shuni ochiqlashadi. Migren xirurgiyasi yordamida surunkali migren bilan aziyat chekuvchi bemorlarga yordam berish mumkin. Va ularning tadqiqoti bo'yicha
boshlang'ich statistikasi 60% dan 90% gacha, keyin esa 92-95% gacha samaradorligi yuqori bo'lgan xirurgiya hisoblanadi. Bu yuqori Bu ko'rsatkich. juda katta ko'rsatkich. Aslida 2010-yildan faol tatbiq etib kelinyapti deb aytganingizda eski amaliyot emasligiga guvoh bo'ldikda. Endi xulosamiz shunday bo'ldi. Lekin shu qisqa fursat ichida shunaqa samaradorlikka erishganini haqiqatda olqishlash kerak aslida. Bu tibbiyot uchun qaysidir ma'noda yangilik. Endi uni siz Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rganib kelib, O'zbekistonda amalga oshirishni yo'lga qo'ydingiz, to'g'rimi? Albatta. Va bu bo'yicha adashmasam faqat Amerikada emas, Yevropa davlatlarida ham o'qib kelgansiz. Ha, men juda baxtiyor odamman deb hisoblayman o'zimni, baxtli deb hisoblayman. Omadi chopgan, yaratganni yordami bilan bir qancha mashhur ustozlarim bo'lgan dunyo bo'yicha. Demak, bu nomlar juda mashhur nomlar. Shu boya o'tganimizdek Baxman Guyron, bu plastik xirurg, mashhur lektorimiz, ustozimiz. Aynan bular orqali biz shu migren xirurgiyasiga kirib keldik. Doktor Javier de Benito, mana bevosita ustozim, juda ko'p fikr almashamiz haligacha Barselona, Ispaniyadan. Ahmad Saad bevosita do'stimiz, birgalashib shu migren xastaligini birga qo'yganmiz operatsiyasini. Germaniyadan bu Ahmad Saad, bu San Diego, Kaliforniyadan. Bundan tashqari professor Thomas Mühlberger bor, Germaniya, Berlindan. Bu nomlar kichik nomlar emas. Bu nomlar shu ilmiy jihatidan mukammallikka erishgan, ilmiy tomondan ko'p tadqiqotlar o'tkazgan va amaliy juda kuchli bo'lgan zabardast xirurglar hisoblanadi va bu nomlar va bundan boshqa bir qancha xirurglar bugungi kunda migren xirurgiyasi bilan shug'ullanishadi dunyo miqyosida. Endi bu bizning regionda albatta hozircha bizning klinikamiz shug'ullanadi. Endi maqsadlar bor, hozir ilmiy yo'nalishlarimiz bor. Aynan shu soha bo'yicha yakunlanib ham qoldi. Statistika bo'yicha juda ham katta ijobiy natijalarimiz bor. Ochiqlaymiz va shundan keyin o'ylaymanki, bu sohani keng shu regionga yoyish bo'yicha ishlarni olib boramiz. Migren kasalligida jarrohlik amaliyoti o'tkazadigan yagona klinika bo'lib turibsiz va keling raqamlarga to'xtalaylik. Qancha bemor amaliyotdan o'tkazildi va qanchasini natijasi kutilganidan a'lo? Demak, biz migren xirurgiyasini birinchi marta eshitganimizda 2013-yilda bo'ldi. O'sha Barselona ustozim, doktor De Benito tomonidan men eshitdim. Shunaqa amaliyot chiqqan bizning klinikada bo'lyapti. Ko'rasan, Baxman Guyronni ham taniysan, xohlasang unga ham borasan. Men shu zahoti shunga otlandim Amerikada. Dastlabki ilmlarni olgandan keyin yana Barselonaga o'zim qadrdon bo'lgan. Men 90-yillarda Barselonada De Benito universiteti, Diagonal klinik, Teknon institutlarida ishlaganman. Aynan tajriba malaka oshirish borasida. Shuning uchun o'zimga qadrdon bo'lgan joylar Barselona. Shuning uchun albatta o'tda shu operatsiyalar bo'yicha ishga kirishdim 2013-yilda. Demak, migrenga qo'l asos solganimizga demak 12 yil bo'libdi. Demak, shu vaqt doirasida biz qo'shma operatsiyalar o'tkazdik. Albatta, bu osmondan davdirston tushib qolgan operatsiya emas. Buni albatta tekshirib chiqib, ilmiy jihatini, operatsiya jarayonlarini kuzatgan holatda, birga qatnashgan holatda keyin Toshkentga olib kelib, keyin o'zimizning klinikamizda qo'yishni boshladik. Ali do'stimiz doktor Saad bilan qo'shma operatsiyalar ko'p o'tkazganmiz, doktor Benito bilan ko'p operatsiya o'tkazganmiz. Bugungi kunda shu 12 yil davomida bizda mingdan oshiq bemorlarimiz bor. Migren xirurgiyasi bo'yicha ko'rsatkichlarimiz juda ham yaxshi. Statistika bo'yicha bizda ko'rsatkich statistikamiz bor, chunki ilmiy bir emas, ikkita ilmiy tadqiqot olib borilmoqda. Aynan migren xirurgiyasi bo'yicha 95-96% samaradorlik beramiz biz. Bu deganiki, qaysidir gruppalar bo'yicha ishlanganda migren xirurgiyasi bilan butunlay tuzalib ketuvchi bemorlarimiz bo'ladi. Aynan surunkali migren holati butunlay tuzalib ketadigan bemorlarimiz bo'ladi. Butunlay tuzalib gohida og'riqlar bezovta qiladi. Demak, bu degani og'riqlar pasayib gohida bezovta qilishi mumkin yoki og'riq darajasi ancha 9-10 balldan 2-3 ballga tushib qolishi yoki 30 kunlik og'riq oyda 2-3 kunga yoki 5-6 kunga tushib qolishi mumkin. Shunaqa ko'rsatkich ham bu albatta ijobiy natija hisoblanadi va shunaqa statistikaga egamiz bugungi kunda. Joni har kuni azobda yashayotgan odam 2-3 kun bezovta bo'lsa, rahmat devorsa kerak-a?
Albatta, yana haligi aytganimizdek, 1 balldan 10 ballgacha shkala bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 9-10 ball bu ichida bo'lmaydigan og'riq. Bu o'sha chegaralab qo'yish, ertadan kechgacha yotish, ishga layoqatsizlik bo'ladigan bo'lsa, 2-3 ball degani bu oddiy og'riq qoldiruvchi dori vositalaridan foydalanib, yana ish jarayoniga qaytish degan faoliyat yuritishi mumkin. Ana shunday misollardan gapirib bera olasizmi? Qanday og'ir holatdagi bemorlarni qabul qilasiz? Bizda bilasizmi, 30 yil, 40 yildan beri migren bilan og'riydigan bemorlar keladi. 20 yil. Bizda 2-3 yil migren bilan og'rigan bemorlar bizgacha yetib kelmaydi. Uni balkim men o'ylayman nevrologlarimiz yaxshi samarador davolab yuborishadi, shuning uchun bizga kelmaydi. Bizga albatta shu 10 yildan beri og'riydigan, 15 yildan beri eng kamida migren xastaligi bilan og'riydigan ba'zi bemorlarimiz bilsangiz, ba'zi shifokorlardan yaxshi nima deydi, migren to'g'risida tasavvurga ega. Chunki ular boshdan kechirgan. Chunki ular dori vositalarini juda ham yaxshi biladi. Chunki ancha yildan beri muntazam bu dori vositalaridan foydalangan. Shu nafini ko'rmagandan keyin migren xirurgiyasiga kelishadi, operatsiyaga yotishadi. Demak, biz qo'ldan kelgancha ilmimizga tayanib shifo ulashishga harakat qilamiz. Migren og'rig'ida jarrohlik amaliyoti qanday bajariladi degan savollar ham bo'ladi-da. Demak, migren xirurgiyasidagi jarrohlik amaliyoti nimaga qaratilgan deydigan bo'lsa, shu oxirgi konsepsiya bo'yicha boya aytib o'tganimdek, asosan shu trigeminal nerv deymiz, occipital nerv deymiz, bu nervlarni kompressiyasi aniqlanib, shu kompressiya natijasida migren xurujiga sabab degan bir gipoteza ilgari suriladi. Demak, Kompressiyasi ya'ni kompressiyasi bu ezilishi, siqilishi. ezilishi. Da, shu asab tomirlari, nerv tomirlari va qon tomirlari bir-biri bilan chegarlashishi va siqilishi natijasida shu holat keltirib chiqarilgan degan tadqiqotlar o'tkazilgan aynan Amerikada. Va operatsiya jarayoni shundan iboratki, aynan shu siqilib turgan nerv tomirlarini dekompressiya qilish, Bo'shatib qo'yish. ularni bo'shatib qo'yish. Miyani ochib olib qiladi degan fikrdagilar ham bor-da. Bosh miya ochilmaydi. Migren xirurgiyasida aynan boshdagi, bo'yindagi, teri ostidagi nerv tomirlari, qon tomirlarida qaysiki shu sabab bo'luvchi trigger sohalar deyiladi, trigger zonalar deyiladi. Shu trigger zonalarda dekompressiya amaliyotini bajarganda, demak, og'riqdan xalos bo'ladi. Ya'ni siqib turilgan nerv ochib qo'yilgandan keyin og'riq o'z-o'zidan qoladi demoqchisiz. Bu chandiqlar, yuz sohasida turli holatlarni paydo qilmaydimi deydiganlar ham bor. To'g'ri. Kosmetik, aynan shuning uchun ham bu sohada ko'plab plastik xirurglar ishlashadi bugungi kunda. Bizda aynan azaldan, demak, maksimal kosmetik kesimlar o'tkazish, soch qismidan, burun sohasini ichidan, qovoqni burmalarini ichidan, demak, shu sohalarda yana bundan tashqari o'sha innovatsion metodlarni, bizani ilmiy tadqiqotlarimiz ham shunga tayangan, ko'proq innovatsion metodlar, demak, endoskop yordamida, mikroskop yordamida operatsiyalarni kichik kesmalar orqali amalga oshirish bo'yicha ishlaniladi. Bitta jarrohlik amaliyoti qancha davom etishi mumkin bir bemor ustida migrenda? Bu albatta haligi aytib o'tgan trigger zonamizni kam ko'pligiga bog'liq, kamida 30 daqiqa bo'lishi mumkin. Ko'pida 2-2,5 soat davom etadigan xirurgik operatsiya muolajasi hisoblanadi. Ochib ko'rilganda haqiqatan shu qon tomirlari nervni siqib qo'yganiga guvoh bo'lasizlarmi? Albatta. Ko'z bilan ko'rinadimi u? Albatta. Bu albatta shuning uchun ham biz mikroskoplardan foydalanamiz, kerak bo'lsa endoskoplardan foydalanamiz. Bu o'sha nerv tomirlarini, qon tomirlarini va bir-biriga chigarliklarini, aynan o'sha migrenda bo'ladigan qon tomirlarining kengayishlarini, nervlarni siqilib qolgan qismlarini aynan biz ko'ramiz. Kalibri keng bo'lgan nervlarda, aynan siqilgan joylarda, ayniqsa burmalar hosil bo'lganida, demak, shu yerda siqilish bo'lgan, siqilishdan xoli sohalarda esa bu nerv tomirlari o'zi kalibri yo'g'on bo'lgan holatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, nerv tomirining o'zi yo'g'on bo'lsa ham siqilib qolish oqibatida bosh og'riq chaqiraveradi. Ha, shunaqa. Endi bu konsepsiya shundan iboratki, nerv tomirlari siqilishi natijasida, boyaga aytib o'tganimiz CGRP neuropeptidin ajralishi, ko'payishi natijasida o'z-o'zidan qon tomirlari kengayishga olib keladi va doimiy bosh og'rig'ini chaqiradi. Demak,
tadqiqotlar aynan yana Amerikada o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xuddi shu nervlardan ajraladigan CGRP peptidi xirurgik amaliyot o'tkazilgandan keyin uni titri aniqlanganda pasayishi kuzatilgan. Jarrohlik amaliyoti deganda endi amaliyotdan keyin 1 hafta 10 kun kamida yotish kerak degan fikrga kelib qoladiganlar borda. Migrenda jarrohlik amaliyoti qilinganda bemor qachon uyga ketishi va jamiyatga to'laqonli qo'shilishi mumkin? Bor shunaqa bemorlarimiz bugun operatsiya qilsak, o'sha kuni uyga chiqaradigan yoki bir kechadan keyin uyga chiqaradigan. Demak, Toshkent viloyatida dan keladigan bemorlarimiz shunaqa bir kecha qolishadi yoki qolishmaydi shunaqa. Endi ko'pincha qo'shni davlatdan keladigan bemorlarimiz 3-4 kun yoki uzog'i 1 hafta Toshkentda bo'lishligi kerak bo'ladi, chunki o'sha bog'lamlash jarayonlari bo'ladi. Lekin bemorlar o'sha kunidan boshlab o'rnidan turishi yoki ertasidan turib bemorlar o'ziga o'zi xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Eng ko'p beriladigan savol migren operatsiyasi bo'yicha nima bo'lib turibdi hozir? Garantiyadan tashqari, garantiya so'rashdan tashqari. Ha, albatta, bu garantiya bu shifokor uchun og'riqli masala. Garantiya bu maishiy texnikaga beriladi. Tirik jonga garantiya berilmaydi. Meditsinada nafaqat bu meni fikrim, bu o'sha g'arb shifokorlari, Amerika shifokorlari hech qayerda men ko'rmadim, shuncha yurtda ishladim, o'qidim. Shu sizni kasalligingizga shuncha foiz garantiya beramiz degan doktor eshitmadim. Ya'ni savol ko'p beriladigan, asorati qolmaydimi degan savollar beriladi. Hali aytib o'tganimizdek, bu kam invaziv xirurgiya turkumiga kirgani uchun asoratlar qanaqa bo'lishi mumkin? Asoratlar aynan shu migren xirurgiyasiga taalluqli bo'lgan asoratlar, shunaqa asoratlar kuzatilmaydi. Shu ma'lum muddatgacha sezgini bosh terisida sezishi, pasayishi yoki qaysidir qismida shu qoshlarni kam harakat bo'lib turishi, lekin bular hammasi vaqtinchalik holatlar. Ma'lum chora-tadbirlarni o'tkazilgandan keyin bular hammasi yana qaytadan tiklanib, o'z faoliyatini olib boradigan sezgi organlariga ega bo'lishadi bemorlar. Endi asoratlar to'g'risida gapiradigan bo'lsa, umumiy barcha xirurgiyaning barcha turlarida bo'ladigan asoratlar mavjud. Demak, bemorlar qaysidir surunkali xastaligi bo'ladigan bo'lsa, yurak xastaligimi, jigar va hokazo xastaligi yoki anesteziya dorilarga bo'lgan reaksiyasi va hokazo shu tomonidan asoratlar bo'lishi mumkin. Bu nafaqat migren xirurgiyasida, xirurgiyaning barcha turlarida uchrashi mumkin bo'ladigan asoratlar turkumi hisoblanadi. Qaytalanmaydimi migren operatsiyasidan keyin yana og'rig'im deydiganlar ham bo'lsa kerak. Bo'ladi, albatta shunaqa bemorlar savollar uchrab turadi. Amaliyotimizda 2-3 tadan tortib to 12 ta, 14 tagacha trigger sohalarda yuritamiz. Xirurgiya, migren xirurgiyasida bir bemorda qaysi holatlarda bo'lishi mumkin? Bo'ladi shunaqa holatlar. Demak, siz ishladingiz, 5 ta 6 ta trigger sohalar topildi, ishlandi, og'riq qoldi. Ma'lum muddat o'tgandan keyin, yarim yil, oradan 1 yil, 2 yil, shuni bizani amaliyotda bo'lib o'tadigan holatlar yana 1 yoki 2 trigger sohalar yangi, qachonki birinchi amaliyot paytida topilmagan, bular aktiv bo'lmagan. Demak, shular topilib qolishi mumkin. Shunda qaytadan kichik muolajalar o'tkazish mumkin. Bunaqa bo'lib turadi, yilda shu 3-4 bemorda shunaqa holatlar takrorlanib turadi. Buni qaytadan ishlaymiz, yana og'riq qoladi, bartaraf etiladi. Migren operatsiyasini Toshkentga olib kelganingizga 12-13 yil bo'ldi va buni nevropatologlar ham davolab kelishadi deb aytib o'tdingiz. Qarama-qarshiliklar bo'lib turishi tabiiy. Bu jarayon qanday kechyapti sizda? Bo'lishi mumkin emas deb yoradigan mutaxassislar bor-da. U ko'p, juda ham boshlang'ich etaplarda juda ham ko'p bo'ldi qarama-qarshiliklar, nafaqat O'zbekiston nevrologlari tomonidan, qo'shni respublika nevrologlari, Rossiya nevrologlari tomonidan qarama-qarshiliklar bo'ldi. Albatta, yangilik har doim yangilik qarama-qarshiliksiz yuzaga chiqmaydi, yuzaga kelmaydi. Dori vositasi bilan ishlaydigan nevrologlar albatta xirurgiyani tasavvur qilish qiyin. Endi biz tushuntirishga harakat qilamiz. Hozirgacha migren xirurgiyasi qachon qo'llaniladi? Qachonki nevrologga dori vositalari, demak, konservativ davo chorasi nafi bo'lmaganda, dori vositalariga rezistent migren bo'lgandagina, demak, biz yordam kelishimiz mumkin. Sizni bemorlaringiz biz tortib olib qo'ymaymiz deysiz. Albatta. Bugungi kunda men ochiqlab aytadigan gapim shuki, nevrolog bo'ladimi, neyroxirurg bo'ladimi, marhamat, davolang migrenni. Siz triptallar bilan davolaysizmi? Botoks inyeksiyasi bilan davolaysizmi? Yoki blokada bilan davolaysizmi?
davolang, biz xursandmiz. Biz bemorni barcha migren bemorlarini klinikaga chorlashga da'vogarlik qilmaymiz. Biz qachonki shu etib o'tgan davolash usullaridan naf ko'rmagan bemorlarga bir o'zligi ko'p holatlarda o'zligi topib kelishadi bizani. Shularga yordam berish asosiy maqsadimiz. Siz oldingizga bemor jo'natadigan nevropatolog yo'qmi? Biz xursandmiz, juda ham ko'p shunaqa nevropatologlar bo'ldiki, o'zligi bemor jo'natadigan, o'zi kelib bizada operatsiya bo'lgan nevropatologlarimiz ham bor. O'zi nevropatolog, oilasini olib kelib bizga operatsiya qildirib tuzalgan nevropatologlar ham bor. Biz bundan xursandmiz. Nevropatologlarimizni oxir oqibat ishonchini qozondik deb o'ylayman. Aynan surunkali migrenda konservativ davo boshqa davo nafi bermaganda, demak xirurgik operatsiya bu effektligi bor, effekt beradi, bu ishlaydi. Bu ishlaydi. Endi siz ham mana Yevropa, Amerika tajribasini o'rgangan, O'zbekistonga tatbiq qilgan, 90-yildan bu yog'ini gapiryapsiz. Bu tibbiyotda yangisiz degani emas va o'zi umuman jarrohlik amaliyotini tatbiq qilishda bir bemorni olib kelib yotqizib turib, ha bo'ldi, qilaveringlar deydigan ish emas o'zi aslida. Har bitta jonni orqasida turgan qanchadir mas'uliyat sizni yelkangizga tushib turadi. Endi mana shu jarrohlik amaliyoti poytaxt Toshkentda yagona sizni klinikangizda amalga oshirilishi va yuqorida aytib o'tganimizdek yordam berilmayotgan holatlarda siz ko'mak ko'rsatayotganingizni inobatga olib, narx-navo osmonda bo'lsa kerak deb o'ylaydi odamlar. Necha pulga operatsiya qilasiz? Narx-navo qimmat emas, shuni aytishim kerak. Dunyo miqyosida oladigan bo'lsak, bizni asosiy maqsadimiz shu migrenni shu regionga olib kelish. Biz bilardik, bu yerda migren xirurgiyasi bilan hech kim shug'ullanmasligini azaldan. Shuning uchun biz bel bog'laganmiz, shu regiondagi xalqqa yordam chorasi sifatida olib kelganmiz. Asosiy maqsadimiz shundan iborat. Asosiy maqsadimiz biz xususiy klinikada pul ishlash emas. G'arbdagi Yevropa va Amerika migren xirurgiyasi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarni narx-navosi bilan biznikini solishtirsa, 10 ga 1, 20 ga 1 farq qiladi. 5.000 yevrodan 30.000 yevrogacha turadi Germaniyada shu xirurgiya. Amerikada ham xuddi shu $10,000, $5,000 to $30,000gacha turadi bu narx. Endi bizada ochiqlashim mumkin, kichik amaliyotlar, o'rta amaliyotlar 10-12 milliondan 20-25 million so'mga aylanishi mumkin faqat. Bu 30 yillik, 20 yillik, 15 yillik og'riqdan azob chekib, shu dori darmonini o'ziga ham sarflab olganda bundan bir necha barobarini nazarimda. Baland narxda ishlash emas, bemorlarga davo berish va uni ilmiy darajasida ko'rsatib berish. Nochor bemorlar uchrab turadi, migren xastaligi bilan kasallangan bemorlar orasida. Shuni hisobga olib, har 3-4 oyda biz 50% chegirma e'lon qilamiz. Klinikimizda aynan migren xirurgiyasi bo'yicha. Mana biz iyun oyida shunaqa ishladik, 1 oy. Mana hozir sentyabr oyida xuddi shunaqa ishladik, yana 1 oy 50% chegirma e'lon qilish deganda bizning klinikada bu chinakamiga 50%. Bu nima demoqchimanki, faqat shu migren xirurgiyasiga ketadigan xarajatlarga olinadi. Demak, biz migren xirurgiyasi bilan shug'ullanuvchi jamoamiz mavjud. Shu jamoamiz demak, shu bemorlarning sog'lig'i uchun 1 oy bepul xizmat ko'rsatadi. O'z doimiy konsultatsiyalar bepul bo'lsa kerak. Mana men 30 yillik xirurg bo'ladigan bo'lsam, pullik konsultatsiya bo'lmagan shu paytgacha. Avvalambor davlat klinikalarida, davlat institutlarida ishlaganman. Keyin o'sha chet elda bo'ldik. Qaytib kelgandan keyin shu 2001-yilda klinika ochgan bo'lsak, 24 yil bo'ldi qariyb, 25-yil ketyapti. Bizning Medas klinikamizga bizda aynan meni tashxis qo'yishim, konsultatsiya qilishim, ko'rigim bepul bo'lgan har doim. Endi boshqa mutaxassislarimiz ko'rigi konsultatsiyasi pulli, lekin men konsultatsiya uchun men pul olmayman. Migren xastaligidan ayniqsa pul olinmaydi. Imkon darajasida yordam qilishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Hozir bizni tomosha qilayotganlar o'zini qanday his qilayotgan bo'lsa, sizni oldingizga darhol kelish kerak. Kuchli xurujsimon og'riqlarni doimiy bo'lishi, bir oyda 15 kundan ortiq bo'lishi va muntazam har oy davom etishi va ko'ngil aynashi. Og'riqni 1 balldan 10 ballgacha hisoblaydigan bo'lsak, 9-10 balli og'riqlarning bo'lishi. Demak, ishga layoqatsizlik, ertadan kechgacha yotib shunaqa o'tkazadigan va ertadan kechgacha kuniga bir qancha doza triptanlarni qabul qiladigan
Triptali to'g'risida ko'p gapirdik, lekin bularning nojo'ya ta'siri ham juda ham ko'p. Bu umumiy holsizlik, ishga layoqatsizlik, mushaklardagi og'riq, shunga o'xshash ko'p nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Mana shulardan charchagan bemorlar. Demak, muntazam dori vositalarini ichgan va nafini ko'rmagan bemorlar, barcha etaplardan o'tib kelgan bemorlar albatta bizga murojaat qilishadi har doimgidek. Shular bilan ishlaymiz biz. Migren xirurgiyasidan keyin qanaqa? Albatta og'riqlar yo'qolgandan keyin u albatta yangi hayotga qaytadi, qaytadan boshlaydi hayotini. Demak, bunaqa misollarimiz juda ham ko'p bizning. Yig'lab kiradiganlar ko'p bo'lsa, Yig'lab kirib keladiganlar ko'p. Yig'lab biz bilan klinikadan xayrlashadigan bemorlarimiz ko'p. Vaholanki o'sha qo'shni respublikadan keladigan bemorlarimiz biz boya aytib o'tganimizdek nafaqat butun O'rta Osiyo, Belorussiya, Rossiyadan ko'p bemorlarimiz bor bizani. Chunki aynan juda ham ko'p operatsiya qiladigan markazlardan biri MDH davlatlari, aynan bizning markaz. Biz bilan yig'lab xayrlashadigan bemorlarimiz bor. Xursandchilik ko'z yoshlari bilan ketadigan bemorlarimiz bor. Shukurki, o'z kasbiga qaytuvchi bemorlarimiz bor. Bizda yaqinda ham shu bir intervyu bo'ldi bemorimiz bilan. O'zi insonlar bilan ishlaydigan bir qizimiz bo'lgan, psixolog qizimiz. Aytadi, zo'rakka yarim stavka ishlardim. Operatsiyadan oldin majburlikdan shu kasbini sevgani uchun shu yarim stavka ozgina ichib ishlab, keyin borib dorimni ichib yotib olib shunaqa hayot tarzini kechirardim. Shu xirurgiyaga rahmatki, demak bugungi kundachi desam, bugungi kun ikki stavka ishlayman deydi. Bu albatta quvonchli. Biz uchun quvonch baxsh qiladigan onlar albatta shulardan iborat. Musiqachi yigit bo'lgan bizni tajribamizda u shovqinlar yoqmaydi surunkali migrenda. Shuning uchun u o'zini kasbini qilmagan. Demak, bugungi kunda bizga ko'p marta yozadi, shukurki, men shu endi u gitara chaladigan yigit edi. Shu gitaramni chalib, to'ylarda xizmat qilib demak, u shovqinga ham bardoshli bo'ldi. Migren xirurgiyasidan keyin bunaqa misollarimiz juda ham ko'p. Assalomu alaykum. Suhbatdoshimiz Dilnoza 10 yillik migren og'rig'idan azobda yashagan va mana shu migren og'rig'i sabab hayotda eng katta yo'qotishingiz nima bo'ldi deb bergan savolimizga javobidan qattiq ta'sirlandik. Keling, suhbat davomida migren kasalligi, undan qanday qilib qutulgani, azob uqubatlari, bugungi hayot haqida savollarimizni beramiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Andijondan Medas klinikasiga keldingiz va 10 yillik og'riq qanday boshlandi sizda migren? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. 10 yillik og'riq menda asosan birinchi bo'lib 2016-yilda shu ozgina onam ukalari rak kasali bo'lib qolgan. Shu rak kasal bo'lgan paytda menda qattiq tushkunlik boshlangan. Tog'ingizni shunchalik yaxshi ko'rganmisiz? Tog'am juda ham yaxshi ko'rardim. Qattiq tushkunlikka tushib ketganman. Aniq eslayman, yoz oylari edi. Shu oylardan boshlab umuman ruhiyatimni ko'tara olmaganman. Odamlarning gapi, oiladagi har xil masalalarga ham hatto yuragim dosh bermaydigan bo'lib qoldi. Meni bu hayotda eng katta yo'qotgan narsam bu oila. Oilamni yo'qotganman shu kasallik tufayli. Hozir qizim 16 yoshda, o'g'lim 9 yoshda katta bo'lib qolishdi. Bosh og'rig'idan qutulish uchun Sankt-Peterburggacha borgan ekansiz, Rossiyagacha, ya? Shunaqa. Yana qanaqa yelib yugurishlar bo'lgan? Men onamga ko'p aytardim. Men asabdan emas, menda rostdan shunaqa bosh og'riq bo'lyapti, har doim shunaqa vaziyat bo'lyapti. Bu asabdan bo'lsa to'xtash kerak deb shunaqa deganman. Ko'p doktorlarga uchraganman, hatto больницаlarda yotganman. Kimdir yelkasidan, umurtqasida osteoxondrozi bor, tuzi bor deb tashxis qo'ysa, kimdir zo'riqish bosh og'riq, yana kimdir asabdan degan tashxislarni qo'ygan, yana kimdir qoni kamlik shu tashxislarni qo'ygan. Lekin bu narsalar hammasi noto'g'ri bo'lib chiqdi. Hatto 2017-yilda o'sha Sankt-Peterburgga borib ko'rsatishga, endi o'sha qaynonam ko'rsatgan, rahmat, Alloh rozi bo'lsin, o'sha paytlarda ham. O'sha Rossiya davlatida ham shunaqa tashxis qo'ygan, asab deb tashxis qo'ygan. Yillar davomida kasalligim kuchayib bordi. O'zimni eng yo'qotgan narsam o'zligimni topolmay qoldim. Quvnoqligimni topolmay qoldim. Nimaga kundan kunga hatto onamning gaplari ham, o'zimni tuqqan onamni ota-ona bizda katta hurmat rol o'ynaydi biz o'zbeklarda, musulmonchilikda. Onamning gaplarini ham hatto eshitkim kelmay qolardi. Yoriq tushgan joyda ham yotkim kelmardi. Qorong'u xonalarda shunday yopib
uxlab olardim. Shovqinni yoqtirmardim. Qanaqadir bir muzikalar qo'yilsa ham shular ham yoqmadi. Bo'lmasa muzika bilasiz, kayfiyatni ko'taradigan narsa. Hatto bolangizni g'alvasi ham yoqmay qoladi bunaqa vaqtda. Oxirgi yillarda shunaqa vaziyatlarga tushdimki, skorilar kelib, ukol qilib ketadi. Bitta uxlatuvchi dori ichaman. Bitta og'riq qoldiruvchi ichaman, yana bitta tinchlantiruvchi, shunaqa narsalar. 2-3 ta ukolni olaman, keyin uxlardim. 1 sutka, 2 sutkalab og'riqtardi. Boshim, ko'nglim aynib qayt qilib yotib qolardim. Lekin men shunaqa deb o'ylardimki, davleniyam oshyapti deb o'ylardim. Bu tashxisni lekin migren deb ba'zi bir doktorlar aytgan bo'lishi mumkin. Menga qanaqadir bir migralgin, sumamigrenlar tavsiya qilgan, lekin o'shalar ham menga ta'sir qilmagan. O'zim izlanganman YouTube kanalida, avvalo YouTube kanalida migren davosi deb izlaganimda shu Hamdullo Asadov chiqqan. 2-3 martadan eshitganman, lekin yana operatsiya xavfli deb o'ylardim-da, rosa xavfli deb o'ylab, operatsiya qildirmayman, Alloh saqlasin deb yana telefonimni chekkaga olib qo'yardim-da. Lekin baribir 1 yildan keyin kuchayib, konservativ davo, hech qanaqa davo bo'lmagandan keyin bildimki, demak, men baribir operatsiya qildiraman ekan degan qarorga kelganman. Onamga shunaqa operatsiya qildiraman deb o'zim qaror chiqarganimda, onamga shunaqa xavfli tuyulgan, lekin baribir yuring boraylik. Men uzoq yil bu migren davosi yo'q-da, o'zi aslida. Migren davosi faqatgina operatsiya ekan mana. Shu endi bildim. Migren davosi yo'qligi uchun men umrbod shunday yashab o'tib ketamanmi? Yosh umrim shuncha o'tdi, 10 yil umrim o'tdi. Endi bundan buyog'iga ham shunaqa bo'lib o'tib ketamanmi deb o'zim qat'iy qaror bilan yuragim qilib kelganman shu yerga. Nechinchi yil? 2025-yil yanvar oyida kelganman. Yanvardan to hozirgacha mana necha oy bo'ladi shunda? 10 oy. 10 oy. 10 oydan beri hech qanaqa bezovtalik yo'q shunda. Yo'q. Xudoga shukr, alhamdulillah, boshida baribir og'riq bo'ladi deb o'ylaganman. Operatsiyadan chiqqanimdan keyin sal endi baribir o'zini og'riqlari bo'ladi. Lekin Xudoga shukr, alhamdulillah, undan beri migren xuruji, shu qayt qilib qusib qolish darajasidagi menda qaytib xuruj bo'lmadi. Men Xudoga behisob shukr, mana shu paytgacha unaqa skorilar kelib, birorta skori kelib, shu kungacha ukol qilib ketgan yo'q. Ungachalikka faqatgina skori chaqirardim. Hech kimga aytmardim. Menda shunaqa xuruj tutib qolardi demasdim. Odamlarga ham, yo o'zim tanishlarimga ham, yo ota-onamga ham aytmasdim. Skori chaqirib, ukol olib uxlab olardim. Shunaqangi qattiq og'riq bo'ladi, boshingiz devorga urgis keladi-da. Boshimni devorlarga urib yorgim kelardi, tutib yurolmay qolardim. Hatto shu qusardim, yotardim, qusardim, yotardim. Shu holatni bir aktyorga vazifa qilib yuklab, undan keyin shu rolni o'ynab berasan desa, ha bunaqa bo'lmasa kerak, devorada odam. Albatta. Lekin migren og'rig'i haqiqatda shunaqa qiladi. Albatta shunaqa og'riq, kuchli og'riq. 30 kunni necha kun shunaqa og'riq bilan o'tgan? Endi 30 kun desak bo'lmaydi, 25 kun, 26 kunlab har kuni boshim og'rirdi. Og'riqdan og'riqacha ham ulanib ketarmidi kunlar? Albatta. Dushanba og'ridi, og'riq seshanbaga ulanib ketdi. 3 sutkalab bo'lardi. Bir tutganda og'riq. U migrenni dodlatadigan og'rig'i 3 sutkalab bo'lsa, o'zingizdan o'tganini o'zingiz bilasiz endi. Albatta. Bir donasi 30 ming turadigan sumamigren tabletkasini ichsangiz ham qolmasa, demak bunaqa bosh og'rig'im bo'lgandan o'lganim yaxshi degan kunlarim bo'lgan. Men ko'p yashamasam kerak deb o'ylardim. Avvallari o'sha 10 yillik davomida do'stlarim bilan ham, hatto yaqin qarindoshlarim bilan ham, aka-uka, jigargo'shalarim bilan ham bordi-keldi aloqalarda bo'lolmay qolganman-da, shu darajada. Kimdir telefon qilsa, shu telefonga javob berishni ham xohlamardim. Faqatgina shu qalbingizga yaqin insoningizni, masalan, onangizni shu telefonni ko'tarib qo'yishingiz mumkin. Hatto vaqt soat kelsa, o'sha onangiz ham telefonni ko'tarib qo'ya olmaysizda. Bir haftada bir marta zo'rg'a kulsam kulardim, bo'lmasam yo'q deyapsiz-da. Endi avvalgi hayotingizni topdingizmi? Avvalgi Dilnozaga qaytdingizmi? Xudoga shukr, shu o'tgan yil ham operatsiya bo'lishdan oldin maktabda ishlayman. Maktabda tarix, huquq fanidan dars beraman. Maktabga darsga kirardimda, o'z bolalarda shovqini yoqmaydi, lekin ilojim yo'q, sabr qilib
qo'limdan kelgancha dars o'tardim, Allohga tavakkal qilib dars o'tardimda. Har darsga kirib ketayotganimda o'zingiz bilasizda, ichingizdan o'tganini. Boshim og'rirdi, kirib ketayotib, Allohim sharmanda qilmagin, shu bolalar oldida biror narsa bo'lib qolmay, hatto boshim aylanib ketardi, boshingiz aylanib ketadi. Qanaqadir bir qaltirab ketadigan holatlar bo'lardi. Shunaqa holatlar menda bo'lgan. To'g'risi faqatgina bitta og'riqlar bo'lmaydi. Darsga kirib, darsni o'tib, Xudoga shukr deb, Alloh sharmanda qilmagin deb hamisha doim Allohdan so'rab kirib ketardim. Xudoga shukr, hozir darsga erta tongda turib boraman. Avvallari turgim ham kelmardi. Chunki o'rningizdan turishingizga boshingizdagi og'riq, sust og'riq har doim turardi-da. Har doim bir xilda og'riq turardi. Xuruj tutgan payti o'zingiz endi tasavvur qilavering, endi yomon xuruj tutyapti deb o'zingiz ehtiyotkorligingiz qilasiz. Xuddi yurak urganga o'xshab lo'qillab og'riydimi migren og'rig'ida shunda xuruj paytida? Ha. Asha sust og'riganda bir tarafingiz faqatgina orqa kechga bilan tortib qisib og'rib turadi. Xuruj tutganda aylanpa bo'lib ketib qoladi. Menda ko'proq bir tarafim doim sust og'riq turadi. Shu chap tarafim migren og'rig'i tutganda o'ng tarafga o'tib turib qattiq kuchli og'riq berardi. Lo'q qilib og'riydimi yo birdan og'rib turadimi? Lo'qillab og'ruvchi. Lo'qillab og'riydi. Shunaqangi endi tasavvur qila olmaymiz. Boshidan o'tkazmagan odam bu narsani tushunmaydi. Menimcha hozir migrendan azobda yashagan insonlar sizni gapingizni eshitib, "Voy, Dilnozaxon ichimizdagini aytayapti" deb o'tiribdi nazarimda. Mana jarrohlik amaliyotiga keldim 10 oy avval deb aytyapsiz. Katta tavakkal bilan kelgansiz endi. Albatta. Markaziy Osiyoda faqat shu Medas klinikasida qilinadi bu operatsiya. Natijalar haqida gapirganlari o'zingiz ham ko'rib kuzatgan bo'lsangiz kerak. Endi jarrohlik amaliyoti qanday bajarildi o'zi degan savolni beradiganlar ham bor. Albatta katta kesim bo'ladi, shram bo'ladi, travma tushadi degan xulosadagilar ham bor-da. Yo'q, unaqa qo'rqinchli darajada emas. Har doim kimdir mendan shu boshingiz qanaqa bo'lgan deb so'rasa, ko'pchilik boshni ichini yoradi deb o'ylaydi-da. Unaqa emas. Bu teri ostida bo'ladigan, qon tomirlari ichida bo'ladigan operatsiya ekan. Men ham shunaqa deb tasavvur qilgan edim. Allohga tavakkal qilib kirib ketganman, onamga kulib, Allohga tavakkal buyoqqa deb kirib ketganman. Turganingizda bir kun og'riq bo'ladi, ertasi kundan yaxshi, 3-kundan boshlaringiz yuvib qo'yadi, o'zi ehtiyotkorligini qilib. Unaqa strashniy operatsiya emas. Ozgina qovoqlarimizdan kesadi, bunaqa. Chunki qovoqda ham bor-da migren og'riqlari. Lekin bu plastiklik uchun 3 kun, 4 kun yoki uzog'i 7 kunda iplari olinadi. O'zingiz bemalol ko'zlaringizni ochib yuraverasiz. Hozir sizda operatsiya bo'linganga o'xshamaydi hech. O'xshamaydimi? Yo'q, hech bir yerda bir nuqson ko'rmaysizda. Mana avvalgi suhbatdoshlarimizda ham xuddi shunaqa. Xulosani o'zgartiradigan payt keldi. Migren og'riqlaridan qutulish uchun miyani ochib olib, miyani ichida qandaydir amaliyotlar bajarish va bu miyani tekkandan keyin bir narsa bo'lish degan xulosalarni chetga surish kerak. Mana yuqorida to'g'ri aytdingiz. Xuddi teri ostidagi qon tomir va nerv tolalarida bajariladigan amaliyot. Bu hatto bosh suyagiga ham tegilmaydi-da. Bosh suyagi ham ochilmaydi, hatto unga travma ham tushmaydi. Dilnoza, demak mana shu joyni tanlaganingizdan afsusdamassiz. Yo'q, afsusdamasman. Alhamdulillah, Allohga shukr. Hamidullo Asadovga Alloh o'zi yetkazgan. Mendan roziman. Shu insonni bizga sababchi qilib jo'natgan ekan. Shu eng asosiysi migren og'rig'ini qaysi doktorga borsam ham, o'zimizni tumandagi doktorlarga borsam ham migren operatsiyasi o'tkazganman desam, migrendan qutuldingizmi degan savolni beradi. Men ularga aytaman, har doim nevropatologlarga ham ba'zida uchrab turaman-da. Aytinglar, shunaqa migrendan qiynalayotganlarga deb doim aytaman. Chunki Yechimi bor buni, tushkunlikka yechimi bor albatta deb aytaman, shunaqa deb. Yechimi bor. Agar murojaat qilsak, Medas deb yozinglar deb, hammasiga murojaat qilinglar deb aytaman. Onangizni ham ishontira oldingiz demak bu operatsiya muvaffaqiyatli bo'lganiga. Ha, odam shu yerga Toshkentga kelganda operatsiya qildirib bersan, jon bolam shu yerdan endi 50-50 deb o'ylab, balinaqa shunaqa vahimada bo'ladi ona endi baribir.
deganda ham yo'q, unaqa demang. Butun umr qiynalib, boshim og'rib yashagandan yoshman u hali, yana yashashim kerak deb tavakkal, Alloh mana shu yerda jonimni olish kerak bo'lsa oladi. Mana shu yerda yaxshi bo'lib ketish bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lib ketaman deb tavakkal qilib kelganman. Demak, hozirgi hayotingizda migrendan asar ham, asorat ham yo'q. Yo'q, Xudoga shukr. Bardavom bo'lsin. Xush kelibsiz. Bu ishlaydigan xirurgiya bu bugungi kunda dolzarb masala va ilmiy jihatdan judayam tadqiqotlar bilan mustahkamlangan xirurgiya hisoblanadi. Demak, xulosa shuki, bugungi kunda bemorlarga, migren xastaligi bilan aziyat chekayotgan bemorlarga aytadigan so'zimiz shundan iboratki, hech qachon tushkunlikka tushish kerak emas. Har bir kasallik borki, uni davosi mavjud. Kasallikni yaratgan, davosi bilan yaratgan albatta. O'zingizlarni sog'lig'inglarni saqlanglar. Albatta stressdan yiroq bo'lish kerak. Bu dunyoning narsalari o'tkinchi, sal yengilroq qarab, hayotdan mamnun bo'lgan holatda yashab o'tishi va yaxshilik bilan yashab o'tishi, stresslardan, depressiyalardan yiroq bo'lishi tilab qolardim. Jismoniy badan tarbiya bilan shug'ullanish va o'z-o'zini vaqtini to'g'ri taqsimlash, ovqatlanish rejimi va hayot tarzini to'g'ri taqsimlash, uyqu rejimini to'g'ri taqsimlashni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Qachonki sog'liq bu katta ne'mat, uni saqlash kerak. Bugun migren bosh og'rig'idan aziyat chekayotganlar uchun muhim ma'lumotlar aytildi. Buni o'zingiz xoh tomosha qiling, xoh ulashing va ulashganingizda birgina tugmani bosish orqali juda ko'p insonlar hayotiga o'zgartirish kiritayotganingizni his qiling. Biz har bitta videoni tayyorlaganimizda shu videoingiz ortidan keldik degan gapni eshitib, xayriyat degan xulosaga kelamiz va bu videoni u odamga yetib borishida siz bevosita bizga yordamchisiz, bizga ko'makchisiz. Nafaqat o'z sog'lig'ingizga, balki boshqalarning sog'lig'iga ham xayrixoh bo'lgan holatda bizga ko'makchi bo'lsangiz, savobni ham tagida qolasiz, bemorlar duosini tagida ham qolasiz va aynan migren xastaligidan aziyat chekib, og'ir sharoitda yashayotgan insonlarga yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha aytamizki, bu dunyoda o'z joniga qasd qilish va mana shu og'riqdan o'zini o'ldirish orqali xalos bo'lish yechim emas. Siz hali ko'p narsalarni qabul qilib olishga, hayotdan zavqlanib yashashga va farzandlaringiz rohatini ko'rishga loyiqsiz va shuning uchun ham bugun bu intervyuni ko'rib o'tiribsiz. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yuqorida aytilganidek migren konsultatsiyalari bepul va kasallik tashxisi qo'yilgandan keyin jarrohlik amaliyotlari yuqorida aytilgani kabi sizga qulay narxlarda bajarilyapti. Dardingizga qisqasi qulay usullarda yechim topishni biz sizga taklif qilamiz. Yana ko'rishamiz. Rahmat.